Do'stlar, assalomu alaykum. Pul News'imizda yangi loyihani start beramiz. Eng qimmat narsalar, bu safar mashinalar bo'ladi. Biz Dubay shahrida, biz Dubayda bilasizlar, eng ko'p sportkarlar joylashgan shahar bo'ladi. Va bu yerda eng qimmat avtosalonlarni va eng taniqli avtosalonlarni birga mehmonga keldik. Sizlar uchun eksklyuziv qiziq loyiha olish uchun 10 tadan oshuv eng qimmat mashinalarni shu yerda ko'rsatamiz. Mazza qilib tomosha qilinglar va harakat uchun like bosib, kommentariyada izohda qo'llab-quvvatlab olinglar. Ketdi. Eng arzon mashinalardan sizlar bilan birga boshlaymiz. Eng arzonlari mana Urus Cayenne'lar bu avtosalonda. Sababi Uruslar taxminan 400-500 ming dollar turadi. Bitta mana bu Ferrari'ni yangi chiqqan Jeep Purosan 1 million dollar turadi. Cayenne'lar esa 600 ming dollar, Maybach'lar 300-400 ming dollar, Gerik'lar 300 ming, 250 ming dollar. Ya'ni bu arzon bu avtosalonda. Xo'p, endi ketdik. Qiziq mashinalardan boshlaymiz. Har bitta mashina bu yerda juda ham redki mashinalar. Misol uchun Pagani brendidan Huayra mashinasi Roadster ko'rayotganinglardek tom ochiladi. Uni ustiga polniy mana mamlari karbondan qilingan juda ham redki mashina. Narxi 4,2 million dollar. Dahshatmi? Olardinglarmi yo'qmi? Mashinani tanlaylar, qaysi mashinani olgan bo'lardinglar? Izohda fikringlarni qoldiringlar. 4,2 million dollar maksimal shu berishgan ularning informatsiyasi. Saloniga baho beringlar. Asosan bu yerda qimmat mashinalar nima sababdan? Sababi ular redki. Topolmaysiz yoki juda ham kam dunyoda. Endi keyingi Paganiga o'tamiz. Menga prosta Pagani juda ham yoqadi, o'shaning uchun Paganidan boshlayapman. Pagani Huayra full body blue. Ko'rayotganingizda polniy koks kuzov, lekin bu prosta ko'k emas, polniy karbon bilan qoplangan. Shunchalik chiroyli qilingan antikvariant mashinaga o'xshaydi. Haydagingiz ham kelmaydi, lekin bitta qarashingiz o'zida mazza qilasiz. Narxi 3,4 million dollar. Do'stlar, shaxsan bizga salonni ochib berishyapti. Bu avtosalonda mashinalarni teyib ham, ochib ham, o'tirib ham bo'lmaydi. Lekin sizlar uchun eksklyuziv, harakat uchun like. I can't sit here. No. Okay. Ko'rsating bitta. Ruchnoy polniy qilingan salon, juda ham redki mashina. Polniy ko'rayotganinglardek ko'k karbon bilan, hamma yog'i karbon, koja. Hey, bunaqa mashinani aytayapman-ku. Xarid qilish uchun nima qilish kerak bilmadim. Nima ish qilish kerak deb o'ylaysizlar? Fikringlarni izohda qoldiringlar. Dahshat. Ko'ryapsizlarmi? Sochuvda ochib, yopyapti. Qo'lni ham tegib bo'lmaydi-da. Qirib qo'ysangiz, narimayni pul ketadi. Do'stlar, yana biz uchun ko'rayotganingiz sochuv bilan bu mashina haqida informatsiya beraman. Bu Bugatti Chiron. Polniy mana ko'ryapsizlar, matavida 20 ta dona dunyoda sotilib bo'lgan, narxi 4,2 million dollar. Baho beringlar. Bu mashinani tanlagan bo'lardinglarmi yo'qmi? Va saloniga bitta baho beringlar. Bugatti Chiron Sport, polniy matavey, 20 ta dunyoda, bittasi shu yerda ko'rayotganinglardek. Sotilib bo'lgan o'zi. Salonning rangini qaranglar prosta. Mana ishonmasanglar, mana sotib bo'lgan. И даже tegmaydi deb yozuv bor. Teyib qirib qo'ysa bu tamomda. Keyingi boshini Bugatti Chiron Sport ko'rayotganinglardek bu ko'k karbonda. Saloniga baho beringlar. Sal boshqacharoq, qora sariq salon. Bu arzonroq, ana 20 ta emas-da, bu dunyoda ko'proq. Narxi 3,9 million dollar. Olgan bo'lardinglarmi yo'qmi? Fikringlarni yozib qoldiringlar. Keyingi yana bitta Bugatti Chiron, boshqa salon bilan, boshqa rangida. Bu bundan arzonroq, narxi taxminan 3,7-3,5 million dollar. Saloniga buni baho beringlar. Polniy alkantara, ko'k koja, yonlar karbon. Pur sport ekan bu, uzr. Yaxshi niyat qilib qo'yamiz. Hammaga nasib qilsin. Thank you my friend. Do'stlar, sayrimizdan davom ettiramiz. Endi bu yerdagi sizlarga eng qimmatbaho mashinalarni ko'rsataman. Yuraginglarni bunday ushlab turinglar, narxini eshitib hayron qolasizlar. Ketdi. Do'stlar, tanishinglar, Dubayda, dunyoda eng qimmat mashinalardan biri sotilib bo'lgan shu avtosalonda. Narxi 12,5 million dollar Lamborghini Veno
Bitta bunaqa dunyoda karbonda 9 ta shunaqa mashina chiqqan, karbonda lekin bittasi va shu mashina bo'ladi. Videoga baho beringlar. Ko'rinishiga va bu eng qizig'i sotilib bo'ldi. Kim xarid qilgan deb o'ylaysizlar? Izohda fikringizni qoldiringlar. Va nima qilish kerak bunaqa mashinalarni ishlash uchun? Polni karbon ko'rayotganinglardek Roadster tomi ochilgan. Bizga ham nasib qilsin, sizlarga ham nasib qilsin. Oldidagi sotilgan Lamborghini Siena $2,5 million turadi. U ham sotilib bo'lgan. Tomi yopiq ko'ryapsizlar, Roadster emas. Endi yana bitta Lamborghini Siena, endi mana buni Roadster bor, ya'ni tomi ochilgani. Bitta baho beringlar videoga. Rangiga, diskalarga ahamiyat beringlar. Saloniga bitta baho berib yuboringlar. Buni narxi 1-2-3 million dollar emas, $4-7 million. Tomosha qilinglar. Do'stlar, raritet, eskicha kolleksionerlar uchun mashinalardan sizlarga bitta ko'rsatdik. Bu mashinani tanlaysizlar. Juda ham taniqli Ferrarilardan biri, Ferrari Testarossa. Bu Ferrari'ni Wolf of Wall Street filmida ko'rgandirsizlar. Shu mashinadan ag'anab otelga kirib keladi. Filmi boshida shu mashinada yuradi. Bitta videoga baho beringlar. Buni narxi unaqa qimmat emas, $250 ming bor yo'g'i. Qo'ytaman yilini. 1986-yilgi mashina. $250 ming. Yoqdimi yo'qmi? Fikringizni izohda qoldiringlar. Men yoqdi. Do'stlar, yana bitta eksklyuziv mashina Mercedes McLaren Speedtail nomi. 106 ta dunyoda, narxi $308 million. Bitta ko'rinishiga baho beringlar va eng qizig'i sportkarlarda ikkita joy bo'lsa, bu yerda bitta joy haydovchi uchun. Dahshat eksklyuziv mashinadan biri. Orqasiga oldiga bitta vid berib yuboringlar, jinni bo'lib qolasizlar. Can you open? Sizlar uchun eksklyuziv ochib beramiz. Bu mashinalarni o'zi ochishmaydi, juda ham qimmat, $308 million. Bitta ko'ringlar, prosta. Do'stlar, keyingi eksklyuziv mashina dunyoda juda ham redki. Koenigsegg degan mashina, mana baho beringlar. Bu mashinaning unikalligi shundaki, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu tilla ranglari, bu rang emas, bu realni tilla. Polni karbondan qilingan Alcantara, juda ham redki mashina. Bitta baho beringlar va uning ustiga tilla napolyaniyasi bor. Mana bu bundoq kamerani yaqin ko'rsatsak, mana tilla. Polni napolyaniya qilgan. Saloniga bitta baho beringlar. Yuraginglarni mazasi bo'lmayotgan bo'lsa, charchamanglar, menda ham xuddi shu. Jinni bo'lib qolma. Keyingi legendarniy mashina Mercedes AMG1, $9 million narxi. Polni ruchnoy работа. Kraskalargacha qo'l bilan qilingan. Bitta videoga baho beringlar. Menimcha to'g'ri gonkaga chiqib ketaversanglar bo'ladi bu mashinada. Qaysi birini ko'rsatgan mashinalardan tanlardinglar o'zingizlar uchun sotib olardinglar. Fikringizni ham izohda qoldiringlar. Do'stlar, Porsche Spyder 918 legendarniy versiyasi, birinchi sportkar gibridlardan biri. Ko'rinishiga bitta baho beringlar. Bu juda ham redki mashina va hurmatga sazovor mashina. Narxi $2 million. Eng qimmat Porschelardan biri shu yerda. Saloniga bitta baho beringlar. Juda ham neobычный qilingan. Ustki ko'rinishiga ham bitta baho berib, hatto disklariga ham ahamiyat beringlar. Spoilerlari bilan orqalardan ko'rish yozuvlarigacha yashil otteniqlar bor. Dahshat. Do'stlar, va oxiri Ferrari Prosan bilan tugataman. Bu Lamborghini Urus bilan Rolls-Royce Cayenne'ning konkurenti, lekin ulardan qimmatroq, $1 million. Ancha-muncha ulardan qimmatroq, yangi dahshat mashina. Videoga bitta baho beringlar va hammamizga nasib qilsin. Harakat uchun biz Dubayda charchagan bo'lsa ham dahshat kontent qidirishga, olishga harakat qilamiz. Shuning uchun bitta narsadan kerak, sizlardan podдержка, like va izohda o'z fikringizni qoldiringlar va qaysi mashinani o'zingizga O'zbekiston sotib olgan bo'lardinglar. Fikringizni qoldiringlar. Shunaqa gap, hozirda biz Dubayda dunyoning eng qimmat avtosalonlarida sizlar bilan ko'rishguncha